Birinci bab. Tordan başlanğan dostluq. 3-cü qismi. Ko'nglim tan quyoshig'i talpinib, xiyolga cho'kkan damlarda. Yuraklarim uyqusiz tunlar bag'rida qiynalganda. Osmondagi oy yulduzlarga qarab, ko'ngil osmonimning qop-quruq ekanligini his qilganimda hasratlanmay tura olmadim. Azoblarimni shiroqlarga qo'g'lab o'tolmay, ko'ngil sirlarimni hech bir kishiga deb berolmay, yoki hech kimni sendek so'yolmay, hijron o'tida ko'ymoqdaman, puchilmoqdaman. Sensiz dünya manga zindan tuyuldi. Miskin yurgim ajab mucildi. Yüzlerimden kulgilar uchdi. Ko'zlarimdan qon yosh quyildi. Ba'zida o'zimni bu hayotda ortiqcha his qilaman. Azob uchuli kelgan bo'lg'aymidim deb o'ylab ketaman. Bundan keyingi hayotimda hayotlik musofamni sensiz o'tkazdig'imni o'ylasamla ko'zimdan yosh akiydi. Sendan ayrilgan shu kundan e'tiboran men yuragimdan kulib boqmadim. Endi ko'l bo'ylarida, chig'ir yo'llarda, barangliq bog'larda o'zim yolg'izman. Sana bo'lgan talpinishlarim, sig'inishlarim ay fasllarga oluşup kun siri küçüyüp mamakta. Näde bolmay, nä iş qilmay xiyolimda sen. Sen bilen ağlagan muğluq naqshlarni har anglashim bilan tang. Sehrlik samahyam, xumarliq bir jup ko'zlaring ko'z oldimda paydo bo'ldi. Burun sensizmi o'tgan edim. Sana kuyup sen bilen yürüdüm. Senden ayrılıp azaplarını yetkici gördüm. Hicralarda min qatim öldüm. Yürgümde peyda bolgan sansız dualarga cevap tapalmay. Yasinodun haber alalmay. Hiçbir işten hoşal bulalmay. Sensiz turmuşqa ahiri köndüm. Bilelmedim. Sevgi, muhabbet şundaqmı? Biri birine taşlap, biri yürekni taşlap, biri közünü yaşlap. Talışım yok, tamayım yok, taqıtım yok, amalım yok. Çünkü hayatımda sen yok, hemme. Menden nemişqa deb sorma. Talay suallarım menamo javobsiz. Qalb dunyoyim nursiz, shuncha umidsiz. Yiroqlarga ketgim kelar, har kim ko'zidan yutgim kelar. G'amsiz edim, g'amlar chirmidi. Sevgi meni kichik demedi. Kötürermi azap demedi. Bu ko'nglimni hech kim bilmedi. Hayat meni ayab qo'ymadi. Biz qilmagan muhabbat qani? Biz berishgan va'dalar qani? Ay saylisi, kulkilar qani? Biz uchrashgan kechalar qani? Sen bolğaçqa hayatım güzel idi. Yüzlerimden külki öçmekti. Ama hazır hemme özgerdi. Turmuşumdan yoruqluq uçdi. Hayatım, ko'nglim hemme sensiz çöldürüp kaldı.
Ko'rayotganim kun emas balki jazo. Bu jinim jon emas bo'ldim orda. Men demay bo'ldi halimni so'rama. Ko'zlarimda yosh, qalbimda nida. Hozir turmushimda faqat azobli hamra. Bu kunlarning cheki qayon bilarmi dunyo. Men ketdim, ammo kechmedim. Men yutdim, ammo o'chmedim. Başqalarını sendek söymedim. Saxtı küldüm, sensiz könmedim. Ölçemdi dünya, sever taqatni. Yak sinamdı, söygü vafani. Bizler nemişki bundaq yürümüz, tığıp yürekke azap hasretni. Eğer nisip bolsa koşuluş, tayyardır men berişki canni. Yıllar emas, bir gün suyulib hem söygüm var yarni. Qadirlik do'stlar, yuqorida Hijron nomli nasrni anglatdik. Zulfiqar Әмді достарның арамыға мұхаббәтлік күйлерден бірні сынамдық? Ma'qul, shunda qilaylik. Suyimlik anglag'uchilar, amdiki minutlarda go'har qutidek qalbimizning pinhon joylaridan o'rin olgan, ashu suyimlik yor haqidagi Izzat Ilyos o'rinlagan mehmonga degan naqshidan hammaylan birga huzur olaylik. Qani marhamat. Marhamat. Suyimlik anglag'uchilar, dehqonlar shodlig'i telefon to'rimizda ta'sis qilgan 50 dunyo bijirim qalblar programmamizning bugungi mazmunlari mush yerda oyoqlashdi. Do'stlarning yoqtirib anglaganiga ko'pdan-ko'p tashakkur. Shundoq, hammalarga sog'lik amalli xayr bo'lsin. Bugungi mazmunlarni anglitishga tayyorlovchi ham riyosatchilar Zulfiqar bilan xushxuy. Xayr xo'sh, bugun kecha hammanglarga tatli tushlar yor bo'lsin. Atkash ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Mana,
85 түгіче Шинжаң телеграфы yolga qo'ygan dehqonlar shodlig'i liniyasining a'zo soni misli ko'rilmagan darajada ko'payib, hamma kishi tor orqali o'chir egilib, ishlarga qulaylik yaratadigan ham ma'naviy turmushni bekitadigan holat shakllandi. Suyimli anglovchilar, shu topda anglayotganlar Jungo telegrafi Шинжаң telegraf cheklik shirkati yo'lga qo'ygan dehqonlar shodlig'i liniyasida Xushxo'y qiz turdosh do'stlarning kuchlik talbi bo'yicha amdi kundik kechqurun Zulfiqar bilan mezbon tayyorlab, Illiq dunyo bijirim qalblar programmasida riyosatchilik qiladigan bo'ldi. Bu programma intayin olqishlandi. Bu programmani anglaganligi turdoshlar bas-basda inkas qoldiradi. Xushxo'y bilan Nur Alining o'zra qilishgan chaqchaqlari allaqachon torning qizliq nuqtasiga aylanib qolgan edi. Kech kuz bo'lib qolganiga qaramay, havo yanada issiq edi. Tartağının janub va shimolidagi kang dehqon chorvachi do'stlar kuzlik yig'in bilan aldirash bo'lib ketdi. Shundaqdimi, bekor bo'lsalar, ular to'rga chiqishni qo'ldan bermaydi. Ishlar bek aldirash bo'lgan bundaq chog'larda choyxonada asosan tanha, xushxo'y qatorliq uyida ham do'konlarda muqim o'ltiradigan do'stlar fikr almashtirib o'ltirgan bo'ladi. Nur Alining ishlari bu kunlarda aldirash bo'lib ketgachga, asosan tushda ham kechlarla to'rga chiqamaydi. U doim xat sanduqiga chiqadi. Xushxo'y bilan chiqchaqlashadi yoki ayrimxonada paranglashadi. Bir kuni Xushxo'y do'kondagi xaridorni yo'lga silib qo'yibla, darhol to'rga chiqishga boshladi. U xat sanduqidagi Nur Ali qoldirgan yumristik gap so'z ham she'rlarni anglab, bugun qasdan so'z qoldirishni kechiktirdi. Ko'nglida bo'lsa, chaqqanroq javob qaytarib, uning bilan toza chaqchaqlashgisi bor edi. Ammo u boshqalarning eg'iziga chiqib qolishni asla xohlamaydi. Shunga choyxonaga chiqib vaqt o'tkazish qaroriga keldi. Taliga choyxonaga kirishiga Aqsubaydin chaqmoq, To'qsondan Barno qatorliq turdoshlar uchrashib qilib, xeyli qizg'in muңdashdi. Ondan keyin u ikki kishilik choyxonaga kirishiga tunji bo'lib telefon urgan Aqsu Avotdan turdosh Arxon uchrab qoldi. Xushxo'y qiz odatda shunchalik jo'shqin, xushal kayfiyatda so'zlaydi. Lekin nemishqikin Arxonning muloyim ovozini anglabla, o'zimi birdalla muloyimlashib, boshqana ovozda ahvollashdi. Buning zodi nima uchun ekanligini o'zimi deb berolmaydi. Ular qisqacha ahvollashibla qizg'in parangga tushib ketdi. Bekli uzun bo'lg'ay deydi-a, uyda o'ltirib bek zirikishlik taligimizga mushu tur bo'lib qopdi-ka. Hey, bo'lmasa zirikkinimdan nim bo'lib ketarmankin tang. Arastaysiz, tur mayli kichik yoki cho'nglar bo'lsin, hammasini xo'sh qildi. Buningdan menmi xo'shal? Tunigundan beri sizning bir bola bilan chaqchaqlashib yezishgan mushoiringizdan huzurinib o'ltirdim. Sizmi anglabsiz-da? Tunigundan beri do'stlarim hayron bo'lib demigan gaplar qolmadi. Atiganda texi boydagi chaqmoq degan do'stimiz bek yaxshi yezibsizlar. Talantim bo'lgan bo'lsa, menmi mushoirga qatnashatdim, lekin yoza olmayman shu. Nima amal debli kulib ketdi. Rost debdi, u bolaning mijozi bek yaxshi. Rostni desam, meningmi bek sizlarning chaqchiqinglarga qo'shilg'im keldi. Rasman? Amsi yezasizmi? Bularning parangi nihoyatda qizg'in davomlashdi. Xushxo'y qiz to'r ichilib toki hozirgacha birarsi bilan bunchalik uzoq paranglashib boqmagan edi. Ularning paranglari nagili kelsa shohlanib mangdi. Heli tog'dan, heli bog'dan paranglashib, kayfiyatlari xeyla ko'tarilib qoldi. Xushxo'y yana sirliq bilan pat-pat choyxonada o'chirchidigan bo'lib qolgan edi. Sirliq, behrijonliq, ruhliq so'zlaydigan bola bo'lg'achqa, Xushxo'y uning mijozini yoqtirib qolgan edi. Sirliqmi Xushxo'yga o'xshashla she'riyatga bekrak qiziqadi. Ko'pchilik choyxonaga yig'ilgan chog'larda
Asosan degidek har qaysi to'rdosh do'stlar turishliq joylarning havo klimati, dehqonchilik, chorvachilik degandek yezigilik ishlab chiqarish ahvollarini surishti qilishadi. Janubiy Shinjongdagi do'stlar chilanning yaqinqi bir qancha yilda bakrak iqtisodiy qimmat yaratayotganligini, shu sababdan terilg'u yerlarga asosan chilan kuchida tikib ko'paytayotganligini ko'proq tilga ilishadi. To'rdosh do'stlarning ichida har soha, har kasbdagilar uchrab turadi. Xushxo'y qizga o'xshash bir tarafdan tijorat qilg'ach, to'rga chiqadigan do'stlarmo intayin ko'p edi. Aqsu viloyatining Uchturpan nahiyasidan Iftixormo dal ashu to'rdoshlarning biri edi. Iftixorning asli ismi Abdusalom bo'lib, u o'tira boyliq, qash ko'zi joyida sal simizrak kelgan yigit edi. Uning qapqara qash ko'zlaridan Uyg'ur yigitlarga xos bir xil chehr aks etib turadi. To'liq o'tira maktabni bitiribla, yuqur o'rlab o'qishdan voz kechib, o'z orzusi bo'yicha tijorat bilan shug'ullangan edi. Sifatlik mallarni elib kelish uchun u doim degudek Aqsu shahriga berib, o'zi bir qo'lliq mal tanlab elib keladi. Ana shundoq savdo ishlarida samimiy, astoydil bo'lg'achqa xaridorlari hargiz uzilib qolmaydi. U savdo qilayotgan kunlarning birida tuyuqsizla nahiyalik telegraf idorasidan kelgan telefonga asosan dehqonlar shodligi telefon to'riga qiziqib qoldi. Hamda darhol bijirishga qo'shildi. U bijirgich xodimning astoydil so'zlab berishi bilan dehqonlar shodligi to'ri liniyasining barliq mulozimat nomerlarini xotirasiga tafsiliy yozib oldi. Sinoq qatorida choyxona, naqshi muzika klubi, xat sanduqlariga chiqib anglab sinab baxdi. Darvaqa xat sanduqida qoldirilgan uchurlar intayin ko'p ham rangdor bo'lib, uni o'ziga bekla jalb qildi. Bo'libmi, xat sanduqidagi do'stlashish uni bekla xush qilgan edi. U kunda bekor bo'lsa, ayrim xonasida to'rga chiqadi. Uning to'rda eng dastlabda anglig'ini Turpan Pichandan Zulfiqar ismli to'rdashning salom so'zlari bilan o'qigan she'ri bo'ldi. U Zulfiqarning she'rlarini anglagandan keyin uning bilan do'stlashish istiki qo'zg'alib, xat sanduqiga o'zining salom so'zi ham do'stlashish uchurini qoldirdi. Aradan 20 minut o'tmayla Zulfiqarning onga qoldirgan javob uchurini anglab, intayin xushal bo'lib ketdi. U dastlabda to'rga chiqqan vaqtda o'z ismini qoldirgan edi. Zulfiqar bilan xat sanduqida tanishgandan keyin Zulfiqar uningga telefon urdi. Shu chog'dagi hayajonli his tuyg'usini u mangu unutolmaydi. Shu chog'da u telefonni qabul qilganda jiddiylashganligidan telefon trubkasi qo'lidan tushib ketgan edi. Shu chog'da Zulfiqar uningga to'r bo'lgandan keyin cho'qim biror nom yoki taxallus ishiltish taklifini berib, uningga Iftixor degan nomni qo'yib qo'ydi. Zulfiqar Iftixor degan bu so'zlarning qofiyadosh ham yaqinlik ekanligidan ko'ngli qavatli suyunib ketdi. Lambak kirmalla vay bala Çıllanbakda yılan var Çıllanbakda yılan var Çıraylıqqa köymangla yarım xomalik Çıraylıqqa filan var Çıraylıqqa köymangla yarım xomalik Çıraylıqta goman var Yarım bağmıgan toyga vay bala
Men somay baramayman. Yanın köngli pek nazuk, yarım xumalık. Çay koyup alamayman. Dandik çekmem vay bala. Mürendik ketmem Mürendik ketmem Nasılsam karaysen yarım kumalık Sen mu mendek detmen mu Nasılsam yığlaysen yarım kumalık Sen mu mendek detmen mu Rahmat sizga. Nəhayət huzurluq aytib berdiniz. Hadimizning vaqt to'shib chiqib ketdimi nima? Hadimizning vaqt to'shib izlib ketgan o'xshaydi. Bu damsa mazmunlarni davomlashtiramdiq. Men o'nglayotgan barliq do'stlarga oppoq to'shqonlar degan naqshamni o'rnab bersam, muzikasini qo'yib berishga mumkin bo'larmi? Bo'ldi. Hozir men bu muzikani qo'yib beray. Qizg'in chavaklarimiz bilan Abduqayim apandini naqshaga tekib qilamiz. Oppoq to'shqonlar sayda o'ynaydi. Uylanmagan qiz yigitlar to'yda o'ynaydi. To'yda o'ynaydi. Saçınız qara, saçınız uzun, halimni so'rsangchi. Qashingiz qara, saçınız uzun, halimni so'rsangchi. Qara qag'ilani xamanda deydi. Öylenmegen kız yigitler armanda deydi. Kaşınız qara, çaçınız uzun, halimni so'rsangchi. Kaşınız qara, çaçınız uzun, halimni so'rsangchi. Oppoq to'shqonlar sayda o'ynaydi. Uylanmagan qiz yigitlar to'yda o'ynaydi. Qashingiz qara, chachingiz uzun, halimni so'rsangchi. Qashingiz qara, chachingiz uzun, halimni so'rsangchi. Ey, halimni so'rsangchi. Ey, halimni so'rsangchi. Ey, halimni so'rsangchi. Ey, halimni so'rsangchi. Rahmat sizga. Arzimaydi, mushu tinglashayotgan do'stlar yoqtirgan bo'lsalar, men bek xushal. Nəhayət huzurluq aytib berdiniz. Rahmat.
Ana, shuningdan keyin mayli xat sanduqi yoki choyxonalarda bo'lsin, Xushxo'y, Zulfiqar, İftixar, Tanha Burkut, Al-O'g'li, Tahirjon, Barno degandek bu ism nomlar turdosh do'stlarning tilidan tushib baxmadi. Bu turdoshlarmi ilgir keyin bo'lib, bir-biri bilan tanishib, tor sohasidagi taqdirdosh, sirdosh do'stlarga aylandi. Rolarga Maryamgul Xushxo'y, Yusufjon Abdurahmon, Abduquddus Mattursun, Mutallibjon Qovul, Valijon Eli qatorliqlar ovoz bergan.